Gagarina ko'chasida 3 xonali 83 kvadratli 3-qavatdan kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir oshxonada turibmiz. Mana shunaqa chiroyli kuxonniy garnitura qilingan. Oshxonamizning o'zining balkoni ham bor do'stlar. Ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor va bu tomonda bizlarda o'tirib nonushta qilish uchun joy ham qilingan do'stlar. Kvartiramiz polностью yevro remont qilingan, hamma kerakli mebel jihozlari bor. Dvухkonturniy kotel o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham anchagina keng, yorug' ranglar ishlatilgan, cho'pli pol qilingan, radiatorlar o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel o'rnatganlar va endi mana bu xonani ko'raylik. Mana bu xonamiz bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kровать, seremon, tumbuchkalar o'rnatilgan. Kvartiramizning kadastri bor. 1 kun, 2 kunning ichida afrons qilib olishingiz mumkin. Elitni domda, 7 qavatli domda joylashgan. Domimizning lifti bor va kvartiramizga yana nima ma'qul bo'ldi? Kvartiramizda 2 ta raziyali sanuzul tushgan. Alohida bo'lyapti. Bu birinchi sanuzul bo'lyapti bizlarda. Bu yerda ham stиральный mashinka, rakinalar o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda ikkinchi sanuzul bo'lyapti. Do'stlar, agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opisanda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish, esan chiqmasin, ko'rishguncha.